Model maktabida o'qimasdan turib ham model bo'la olish, modellar odatda qancha pul topishlari haqida gaplashamiz. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, model maktabi qanday qilib modellarga pul olib kelish haqida ko'rib chiqamiz. Ko'plab modellar ko'chada, Instagramda yoki tanishlar orqali topilgan. Agentlik keyinroq kiriladigan eshik. Ba'zan boshlanish nuqtasi emas. Model bo'lish tashqi ko'rinish va o'zini tutishdan iborat. Agentlik shunchaki sotuvchi va tezroq o'rgatuvchidir. Agar sizda yaxshi yurish, toza teri, harakat va mimika bo'lsa, agent sifatisiz ham ishlay olasiz. Agentlik o'rgatadigan narsalarni o'zingiz ham o'rgansangiz bo'ladi. Farq faqat bitta. Agentlik tezlashtiradi, real ko'nikma beradi, lekin majburan o'qitmaydi. Lekin agentlik yopiq eshiklarni ochadi. Fashion Week, katta brend kompaniyalari, xalqaro kastinglar va ko'plab katta ishlar agentство orqali hal bo'ladi. Undan tashqari agentlik sizni ichki kastinglarga kiritadi. O'zingiz kira olmaydigan joylarga olib kiradi. Bu agentlikning eng katta kuchidir. Qolaversa, agentlik shartnoma bilan tanishadi, aldovdan himoya qiladi, narxni ko'tarib beradi, kechikkan to'lovni esa undiradi. Yolg'iz modellar ko'p ishlaydi, ammo kam oladi. Portfolioni esa professional darajada qilib beradi. Natijada arzon ishlar kam bo'ladi, qiymati baland ishlar esa ko'p bo'ladi. Keyingi videom yaxshi agentlikni qanday tanlash mumkin, soxta agentlikni 1 daqiqada aniqlash usuli va shartnomani xavfli bandlari haqida gaplashamiz. Qancha pul topish haqidagi ma'lumotlar opsiyaniyada.